Mustaqilligimizning 35 yilligi bayrami shukuh kezib yurgan shu kunlarda qaysi manzilda bo'lmang, obodlik va bunyodkorliklarning guvohi bo'lasiz. Bu kabi bunyodkorlik ishlari ayniqsa prezidentimizning mahalla yettiligi faoliyatini yangi tizim asosida tashkil etish hamda eng og'ir mahallalarda mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi doirasida dolzarb 90 kunlik tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha bergan topshiriqlardan so'ng eng olis qishloqlargacha kirib bordi. Ulardan biri Nurota tumanidagi Ibn Sino mahallasidir. Bundan bir oylarcha oldin mahallaga kelgan kishi boshqa manzarani ko'rgan bo'lsa, bugun u tubdan o'zgardi. Ichki yo'llar asfaltlashtirildi, xonadonlarda tozalik va obodonlashtirish yumushlari bajarildi. Tumanimizda hamma tomonlarida kirsak, shahar chiroqlar yaraqlayapti. Hamma joy asfalt qilingan. Hamma xalqimiz shodi xursand yashab kelmoqda. Buning albatta boisi shuki, hurmatli prezidentimiz bizli tumanimizga nihoyat daraja qattiq e'tibor beryaptilar. Ayniqsa O'zbekistonning 35 yilligini Nuratoda ham, hattoki Bisoq qishloqlarda ham nihoyatda daraja mamnuniyat bilan va nihoyat daraja baland ruh bilan nishonlamoqdalar. Bunday o'zgarishlar bugun odamlarning hayotida aks etgan. Ushbu mahalla viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Sunnatulla Nazarovga biriktirilgan. Boshqarma boshlig'i ushbu mahallada bo'lib, dastlab mahalla yoshlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Samimiy muloqot davomida yoshlarning ta'lim olishi, bandligini ta'minlash, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish hamda ijtimoiy masalalar yuzasidan fikr va takliflar eshitildi. Shu kuni ko'plab murojaatlarga shu yerning o'zida yechim topilgan bo'lsa, muddat talab qiluvchi masalalar ijrosi nazoratga olindi. Mahallada mustaqillik bayrami arafasida nafaqat bunyodkorlik, shular qatorida mehr-saxovat tadbirlari ham tashkil etilmoqda. Boshqarma boshlig'i mahalladagi ijtimoiy yordamga muhtoj, nogironligi bo'lgan fuqarolar xonadonlariga tashrif buyurdi. Ularga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazilib, mehr ulashildi. Bu tashrifdan mahalla fuqarolarining ko'ngli tog' qadar yuksaldi. Jarayonda ta'mirga muhtoj bir nafar fuqaroning uyini ta'mirlab berish hamda bir nafar fuqaroga davolanish uchun order olib berish masalasi hal etildi. Bir so'z bilan aytganda, eng ulug' bayram mustaqilligimizning 35 yilligi oldidan tashkil etilayotgan bunday tadbirlar odamlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, ko'ngillarga bayramona kayfiyat ulashmoqda.